olib, hech narsa emasligini bilib kelib bo'lgandilar. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tamomiy doirayligi va shijoatiga dalil bo'ladigan holatidir. Sahobalar aytishadi. O'zi sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlarini jonlarini, mollarini, oilalarini himoya qilgandek himoya qilamiz deb va'da berishgan. Ammo ular aytishadi, agar jang maydonida jang shiddatli tus oladigan bo'lsa, iltaja'na bi Rasulillahi sollallohu alayhi vasallam. Rasulullohning orqasiga o'tib olardik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan himoyalanardik deyshadi. Chunki bilardek Rasululloh doirak inson edilar, hech qachon orqaga chekinmas edilar. Hunayn kunida bo'lgan voqea mana shu so'zimizga dalil bo'ladi. Musulmonlar Havozin mushriklari tomonidan berilgan birinchi zarbada musulmon qo'shini tirqirab har tomonga qochib ketdi. Minglagan kishilar jang maydonini tashlab chiqib ketishdi. Hatto ba'zilari Makka ga ham kirib borishgan edi. Shunda faqatgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sobit turdilar va u kishi bilan 100 kishi turdi. Mana shu 100 kishiga Alloh taolo g'alabani nusrat ato etdi. 12 ming musulmon qilolmagan ishni 100 ta odam qildi. Shijoatli, doirak sahobalar bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshchiligida. Rasulullohni ulovini ushlab turgan ayrim sahobalar musulmonlar tarqalib har tomonga qochib ketganida, "Ya Rasululloh, bo'ldi, mushriklar yengishdi" deganida Rasululloh oldiga intilib turgandilar. Ya'ni aytdik, Rasululloh hech qachon orqaga chekinmagan. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ana nabiyyun la kadib, ana ibn Abdul Muttalib." Hamma qo'rqib, bosar tusanini bilmay qolganda, "Men Allohning nabiysiman, yolg'on so'z yo'q, men Abdul Muttolibning o'g'liman." Albatta bu Rasulullohning doirakligi, jasoratidan edi.